Assalomu alaykum, rahmatli hurmatli tomoshabinlari. Mana Yunusobod Citydan video qiling deyilgan edi. Tepasiga chiqib ichiga kirib, chunki bu yerda kompaniyani rahbariman, bu yerda imkonim bor kirib syomka qilishga, tasvirga olishga. Mana sotib olsa bo'ladigan uylar. Hozir 5-6 etajga chiqdik. 5-6 qavatga chiqdik. Armaturalar mana ko'pligi. Armaturalar diametri 12lik, 10lik armaturalarda. Bu asosiy kolonnalarni chiqayotganlari 16lik, 14lik armaturalardan qilingan. Keyin polimni qalinligi 10 cm rigillari bor. Buning ichida to'sinlari deydimi? Bu stop bo'yicha mana masalan bu tomonda akfa qurgan manzara deydimi? Manzaradagi uylar, bu yerdagi armaturalar mana bizda masalan 8lik, 12lik, 16lik armaturalar ketsa domga, uyga. Bu yerda asosan turklar proyektlari asosan 8lik armaturalar ketadi. Armaturani ko'proq solganmiz. Bitta xatolarimiz bor, lekin binoni o'zi baquvvat qurilgan. Yunusobod Cityni hozir men hali maketini oldida ham video qilaman. Targoviyasini savdo markazining tepasida burchakda turibman. Hali nimada e'tiboraman. Maketni oldiga olib video qilganimda. Hozir tepasidan qilingan video mana shu ko'rinishda. Nari kolonnalar oldina mana Yunusobod bo'lsa, bu uzoqda ko'rinib turgan baland uylar bu nima? IT park. Mana manzara bo'lsa, keyingi binolarda mana teleminora deydimi? Yonboshlab turgan bino Akai City, Madeira Tower, hammasi ko'rinib turibdi hozir. Ham bu tomondagi Toshkent City quyoshdagidagina. Biz ancha mustahkam qurilgan, mana rigildi balandligi taxminan hozir 80 cm shunaqa bo'lib turibdi. 80 cm rigildi balandligi bo'lsa, mana tepasidagi 10 cm qalinlikda poldi nima Sapalovkasidan chiqqan binolar. Bizda hozir Xitoylarning o'zi quryapti, asosiy ustalar Xitoylar. Ishchilarimiz o'zbeklar ham bor, lekin ishchilarda ham Xitoylar ko'payib ketgan hozir. Men glavniy injenerim, Qoraqalpog'istonlik bola. Juda ishni joyiga keltiradigan bola deydi-yu. Mana bularda hamki kranni yechishyapti shekilli. Bitta kranni yechishyapti. Mana bunaqa turbadan lesada qilishib, qurib ko'tarib ketishaveradi. Hozir men tepasida bo'lsa. Mana yo, men kranga montaj qilish uchun bitta seksiyasini qo'yib qo'yishdi bu yerga. Mana bunday qilib karkasni armaturachilari karkaslarda uni yasab olishadi pastda stanoy bilan. Keyin yoqqa olib chiqishib turib, proyekt bo'yicha terib ko'tarishaveradi. Mana bu apalovkalar yasashib, mana bu mana pilotniy stanoylari va sirkulyarkalari yasashib, nima qilib ketishaveradi. Dars davom etaveradi. Mana binoning ichiga kiradigan bo'lsak, bunaqa qilib turbadan karkas qilib ko'tarib ketishaveradi. Ichkarida armatura, g'ij armatura deydimi? Mana bu ham yaxshi ko'rinar ekan armaturalar. Keyin bularda bitta yutug'i, mana bu turbani o'zida mana bunaqa zina qilib ketilgan. Bitta ko'rsa, lesadan zina emas ketishaveradi. Mana bir-biriga bog'laydigan, turbani bir-biriga bog'laydigan detallari bor. O'sha detallari bilan hamma narsani yasab ketishaveradi. Bizda ham shu narsadan ma'lumot turibdi, mana bunaqa detallar. Narsalarni joyiga qo'ysa, mana masalan turbaga ulaydigan emas. Mana bu perpendikulyar ulaydigan, shunaqa detallari bilan yasashib karkasni ko'tarib ketishaveradi. Mana hozir biz 5-6, 7 etajda ketyapmiz ekan. 14 qavatli binolar. 7-qavatga yetib kelganmiz. Bu Targoviy sentrdan oldim videoni. Bino lekin apalovkalar sal qiyshiq qo'yib qo'ygan oldingi ustalarimiz. Endi hozir Xitoylar o'zi qilyapti, oylikni bularga baland to'laydi, lekin effekti ham boshqacharoq olganda Xitoylarniki. Sifatliroq chiqyapti. Endi biz ustalar ham balkim o'rganib olar. Hozircha shu. Men pastdagi videolarimni ko'rsataman. Mana endi hozir apalovkani terib qo'yishgan ekan. Bu vaqtidagi ipi. Bunaqa
28lik armaturlardan kolonnaning oxirini tugatilishi shunaqa bo'lar ekan. Mana bu rigillar balandligi 80 sm-lik rigillarda 60 sm-lik 80 asosiylari 80, kichkinarolari 60 rigillar bo'lsa, lekin bitta tomoni turklarnikida ora yopma deydimi? 15 sm bo'lardi, bu yerda 10 sm rigilni evaziga. Mana shunaqa qilib qurilishni turibmiz hozircha. Xudo xolasa. 14 qavatli binolar. 14 qavatli binolar hozir 5-qavatga yetgan. Bu tomonda 17 qavatlilari bilan 5-qavatga yetgan. Mana bu tomon biz tomon qilinayotgani. Endi 0 ga chiqib birinchi qavatda armaturani karkasini to'qishyapti. Xudo xolasa mana sal kunday segandan keyin mana bu apalkalarni terib bo'lishadi. Beton olish ham imkoni bo'lib qoladi. Hozir vaziyatda sovuq paytda faqat karkas terilyapti. Hozircha vaziyat shunaqa. Nima deysiz? Nimada Murad Buildingning videolarida no comment deb chiqarmadi. Armaturaning karkasini yig'ish ishlari mana shunaqa ketadi hozir. Birinchi qavatda baland-ku. O'shunga karkas ham balandga qarab ko'tariladi. Baland to'qiladi. Mashina kunda sal isigandan keyin darrov beton olinadi. Ishlar ko'rinadi shunda. Hozir vaziyat shunaqa. Yunusobod City'ning ichida. Lekin zo'r muzlabdi, u hali ham yurmabdi-yu. Kantin o'shangacha menga menejerlar yaxshi ekan. Nima deysiz? Mana Yunusobod City'da videolar qilish kerak edi. Mana hozir kakras odamlarga, xaridorlarga tushuntirishyapti. Biz mana bu 2-3 domda 14 qavatli ma'murlar qurganmiz. Keyin mana orqadagilarni ham qurganmiz. Men hali video qilgan joyim, mana bu turib video qilaman. Mana bu yerda yurib video qilgan edim. Qurgan joylarni yetib borgan. Mana bu narigi chekkadagi ko'p binolar apartamentlar. Bu Xitoylar o'zlari uchun qolinar ekan. Xitoyliklar ketdi shu yerga kelib yashashga. Bu yog'i uylar, sotiladigan uylar. Mana shu Yunusobod City'ning hamma binolarining ko'rinishi. Ichlaridagi yo'llar, bog'lar mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Orqasida Xitoychani o'rgatadigan maktablar, mana bu binolar. Bu yoqda oldidagi mana ko'k binolar shishadan qilingan. Prozrachniy turgan binolar bilan apartamentlar. Bu Xitoylardan keladigan mehmon, bu investorning o'ziga qoladigan binolar. Xitoydan kelgan mehmonlar mana shu yerda turishga joylashtirishar ekan. Bular hammasi qolgan binolar, sotiladigan binolar. Mana bu Xitoychani o'rgatadigan bog'cha maktablari ekanda. Ha. Bir menga tushuntirishdi.